Qonli derbi tashlandiq stadion. Shahar chekkasida eski va zanglagan temir devorlar orasida bir stadion bor edi. Uni hamma unutmadi, shunchaki qo'rquvdan tilga olmay qo'yishdi. Bundan ropparosi 34 yil avval ushbu maydonda shaharning ikki ashaddiy raqib jamoasi o'rtasida abadiy derbi bo'lib o'tgan. O'sha kuni o'yin yakunlanmadi. O'sha kuni stadion qonga belandi. Sirli chaqiruv Jasur ismli yosh sport jurnalisti uning elektron pochtasiga bir xabar keldi. Xabarda shunday yozilgandi: "Bugun tungi 12:00 da eski stadionga kel. Qonli derbining so'nggi daqiqalarini o'z ko'zing bilan ko'rasan." Jasur bu shunchaki prank yoki hazil deb o'yladi. Ammo qiziqish qo'rquvdan ustun keldi. U o'zining eski kamerasini oldida yo'lga chiqdi. Stadion atrofida sukunat hukmron edi. Faqatgina qishki sovuq shamol zanglagan darvoza ustunlarini gichirlatardi. Jasur maydon markaziga yetib kelganida soat mili ropparosi 12 ni ko'rsatdi. To'satdan stadionning ochgan chiroqlari oz-ozdan yonib ketdi. Ammo bu oddiy chiroqlar emas, balki qip-qizil, qon rangidagi nur edi. Stadion tribunalaridan minglab odamlarning baqirigi eshitila boshladi, lekin o'rindiqlar bo'sh edi. Maydonga ikki jamoa chiqib keldi. Ularning ustidagi formalar yirtilgan, ranglari ochib ketgan edi. Eng dahshatlisi, futbolchilarning yuzlari yo'q edi. Ularning o'rnida faqat qora boshliq va qonli izlar ko'rinardi. Hakamning hushtagi eshitildi. Hushtak ovozi xuddi insonning so'nggi faryodiga o'xshardi. O'yin boshlandi. Ular top emas, balki ogir va qora bir narsani tepishardi. Har bir to'qnashuvda suyaklarning sinishi va dahshatli kulgi ovozlari eshitilardi. Jasur qochishga urindi, lekin stadion eshiklari g'oyib bo'lgan, u qopqonga tushgan edi. O'yinning 90-daqiqasi yaqinlashdi. Jamoalardan birining sardori Jasur tomonga qarab yurib keldi. Uning qo'lida qonli bir parcha qog'oz bor edi. Sardor Jasurning qarshida to'xtadi va bo'g'iq ovozda pichirladi: "Bizga 11-o'yinchi yetishmayotgan edi. Endi tarkib to'liq." Jasur o'zining oyoqlariga qaradi. Uning formasi ham o'sha jamoalarniki kabi qizil rangga kira boshlagan, tanasi esa muzlab borardi. Chiroqlar birdan o'chdi. Stadion yana sukunatga cho'mdi. Ertasi kuni politsiya stadion markazida faqatgina bitta eski kamerani topdi. Kameraning ichida hech qanday video yo'q edi. Faqat so'nggi suratda maydon markazida yolg'iz turgan 11 futbolchining soyasi ko'rinardi. Ulardan biri Jasurga juda o'xshardi. Shaharda esa yangi mishmish tarqaldi. Qonli derbi hali tugagani yo'q. U har 34 yilda yangi ishtirokchi qidiradi. Yashil maydon kanalida kichkina hikoya tingladingiz.